Keyingi mashinamiz ham Gentra avtomat korobka. Buni programmasini qildik hozir. Stack 200 go faz komplektatsiya, LPG 4-pokoleniya propan gaz. Rail 2 ohmli injektorlar bilan turibdi. Mashinaning nuqsoni mana svetoforga to'xtaysizlar, to'xtab turgan jarayonda konser o'chib yongan holatida mashina oldinga qarab bitta sakrab boradi. Ana shu muammo bilan nuqson bilan kelgan. Buni hozir hal qildik. Mashina ideal ishlaydigan bo'ldi. Chotki ishlab turibdi. Konser o'chib, yonib ishlaydigan sistema o'zi. Ko'pchilik buni biladi, chunki isparitsilda datchik temperatura bor, o'sha orqali boshqaradi. Sizni ham mashinangiz kelib to'xtaganingizda oldinga qarab bitta sal talpinib, sakrab yuraman deydigan holat bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri bizga murojaat qiling. Hech qanaqa zapchast alishtirish kerak yo'q. Faqatgina programmaviy обеспечение bilan hal bo'ladigan ish. Kelasizlar, sizlarni haydash yurish reaksiyalariga qarab programma nastroyka qilib beramiz. Mana shunday yuradigan bo'ladi. Bu mashinada ham ish hal bo'ldi. Ishlash chotki bo'ldi. Raqam qoldirib qo'yaman. Vaqt soatini belgilab, ishlarni hal qilib ketsanglar bo'ladi. Videochani bitta qizartirib qo'ysanglar, xursand bo'lamiz. Bizani mana shunaqa manfaatli videolarni o'tkazib olmaysizlar. Salomat bo'linglar. Videoni Gentrachilarga tashlab qo'yamiz.